Okalar, menga kommentariyada siz faqat Nazarbekdan uy qo'yasizmi degan savol bo'libdi. Yo'q okalar, biz go'sht bor joydan uy qo'yamiz. Birinchi liniyadan chiroyli uyimiz chiqib oldi. Qarang, Nazarbek Pushkindan kirib olsa, chap tarafga 200 metr olib birinchi liniyada joylashgan uyimiz sotuvga chiqib oldi. Okalar, zeleniy zonasiga bitta e'tibor berasiz. Kattagina Mehmetga bir 4 ta mashinani qo'yib yuborish imkoniyatingiz bor. Xonadon shu ko'rinishda bo'ladi. Xonadonimiz 90% bitgan okalar. Planovkani sizlarga tushuntirib beraman. Talab va taklifga binoan narxini boshida aytaman. 172 ming dollar, 2-3 sotuv 9 ta xona bo'ldi. Darvozaxonadan boshlaymiz. Kirish bilan bitta mashina qo'yishga joy, orqa hovli qilingan, orqa hovlida bitta hojatxona tashab ketilgan, letniy oshxona qilish imkoniyatingiz bor. Xonadonni yuragiga o'sha hojatxona orqasiga joylashilgan. Endi birinchi qavatga kirib borar ekanmiz, bitta prixoshka bilan boshlanyapti, ko'ryapsizlar, chiroylikgina. O'ng tarafda bitta ota-ona yotoqxonasi, bu yoqda kattagina zal, remontlariga bitta layk urib ketasizlar. Общий sanuzul ham bor, oshxonamiz juda ham chiroyli holatda ko'ryapsiz. Yonida xonasi ham bor. O'tirib choy ichish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Podvalimiz ko'radigan bo'lsangiz, seli qilingan, ikkita xonaga bo'lib qo'yilgan, o'tda ham remont qilib qo'yishgan. Sizlar bilan ikkinchi qavatga chiqib borar ekanmiz. Chiqdingiz, kattagina hol, divandek zona qilish imkoniyatiga egasiz. O'tda 3 ta yotoqxonani ko'rishingiz mumkin, har birining ichiga sanuzul qilingan. Ko'ryapsizlar, tashqari tarafga panoramli rom qo'yilgan, kattagina zalimiz ikkinchi qavatda joylashgan. Ko'chaga qaratib qo'yib, divanni qo'yib suhbat qilish imkoniyatiga egasizlar. Chiroyli holatda bo'ldi xonadonimiz, 2-3 sotiq bo'ldi. Bu suv yetkazgan muammo yo'q. Raqam albatta qoldirib qo'yamiz. Shunaqa uylarga birinchi liniyada agar o'tib katta joylarga qiziqayotgan okalar, bizani kuzatadigan okalar bor edi. Aynan video uchun, sizlar uchun bo'ldi. Raqam qoladi, qo'ng'iroqni baraka qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.